Butun dunyo o'zi aslida nimadan tarkib topgan? Bir bo'lak novotni olaylik va uni maydalaylik. To kukun holatigacha maydalaylik. Insoniyat tarixidagi eng dahshatli qurol atom bombasi yoki yadro quroli deb ataladi. Atomlarni bo'linmas dedik, lekin aslida ular bo'linmasmi? Butun dunyo o'zi aslida nimadan tarkib topgan? Mana atrofingizda turli xil buyumlar bor. Havo bor, suv bor. O'shalar aslida eng tagida nimadan tarkib topgan? Masalan, bir bo'lak novotni olaylik va uni maydalaylik. Kichikroq bo'lagini olib, yanada maydalaylik. Undan keyin kichikroq bo'lakni olib, yana maydalaylik. Va uni olib to kukun holatigacha maydalaylik. Va eng oxirdagi chiqqan eng kichik zarra u nima bo'ladi? U ham mana shunday novotning bir bo'lagi bo'ladi. Faqat u ko'zga ko'rinmaydi. Uni maydalashni davom ettirsangiz to atomgacha maydalanib boradi. Dunyodagi barcha narsalarni borgan sari maydalasangiz, maydalashingiz mumkin bo'lgan eng kichik zarra atom bo'ladi. Atom so'zi qadimgi yunon tilidan bo'linmas degan ma'noni anglatadi. Birinchi bo'lib dunyodagi barcha narsaning kichkina bo'linmas zarralardan tarkib topganligini miloddan avvalgi 5-asrda yashab o'tgan Yunon olimi Leukipos va keyinchalik uning shogirdi Demokritos tomonidan ilgari surilgan. Dunyodagi hamma narsa atomlardan tarkib topdi deylik. Xo'p, atom o'zi nima u? Atom. Bomba-ku. Va nimaga insoniyat tarixidagi eng dahshatli qurol atom bombasi yoki yadro quroli deb ataladi? Albatta tez kunda bu haqida ham video chiqaramiz. Buning uchun obuna bo'ling, like bosing va kommentariyalarda fikrlaringizni qoldiring. Hammada savol tug'ilishi mumkin. Hamma atomlar bir xilmi? Yo'q, unday emas. Ba'zi bir moddalarning atomlari kattaroq va ular bir-biridan uzoqroq joylashgan, sayozroq joylashgan yoki ular bir-biriga yaqinroq joylashgan, bir-birini mustahkamroq ushlayotgan bo'lishi mumkin. Misol uchun, plastilin bo'lagini pichoq bilan kesganda, temirdan yasalgan pichoqning atomlari bir-biriga nisbatan zichroq va mustahkamroq joylashgan bo'ladi. Plastilinning atomlari esa sayozroq va bir-biridan uzoqroq joylashgan bo'ladi. O'sha uchun temir pichoq muloyimroq buyumlarni osongina kesib o'tadi. Atomni tushundik deylik. Shunda hamma narsa faqat atomdan iboratmi? Yo'q, molekula degan tushuncha ham bor. Ba'zi bir atomlar bir-biri bilan birlashib molekulalarni shakllantirishadi va modda oldin molekulalardan iborat bo'ladi. Va albatta fizika tajribalari yoki kimyoviy reaksiyalar natijasida uni parchalash mumkin. Misol uchun, suv molekulasi bitta kislorod va ikkita vodorod atomidan tarkib topgan. Yoki misol uchun osh tuzi esa bitta natriy va bitta xlor atomlardan tarkib topgan. Misol uchun biz nafas oladigan kislorod ikkita kislorod atomdan iborat, O2. Lekin hamma atomlar ham molekulaga birlashmaydi. Temir tarkib topgan atomlar, ferrum atomlari birdaniga kristal strukturani tashkillashtiradi va ular molekulaga birlashmaydi. Bunga oltin ham misol bo'lishi mumkin yoki boshqa faqat atomlardan iborat moddalar ham misol bo'lishi mumkin. Gazlar ham faqat atomlardan iborat bo'lishi mumkin. Masalan, neon gazi yoki argon gazlari ham reaksiyaga kirishmaydi. Lekin vodorod gazining atomlari H2 molekulasiga birlashadi. Demak, hamma atomlar bir xil emas. Atomlarning turi ham bor. Dunyodagi barcha mavjud bo'lgan atomlarni Mendeleyev jadvalida ko'rishingiz mumkin va uning soni yildan yilga oshib bormoqda. Chunki ba'zi bir atomlarni olimlar sun'iy ravishda yaratishadi. Atomlarni bo'linmas dedik. Lekin aslida ular bo'linmasmi? Yo'q, unday emas. 20-asr boshida britaniyalik olim Ernest Rutherford quyidagi tajribani o'tkazadi. U oltin atomni olib, uni alfa zarrachalari bilan bombardimon qiladi va ekranga tushgan surat natijasida u shunday xulosa qiladi. Demak, atom aslida bo'linar ekan. Va shu tajriba natijasida Ernest Rutherford aslida atomlarning bo'linishini isbotlaydi va atomning bo'linishi fizikaning bir nechta yo'nalishiga aylanib ketadi. Yadro fizikasi va kvant fizikasi. Demak, atom nimadan tarkib topgan? Atomning tuzilishi Quyosh tizimining tuzilishiga o'xshaydi. Bizning Quyosh tizimimizda markazda Quyosh va uning atrofida planetalar aylansa, atom ham
xuddi shunday tuzilgan. Uning yadrosi, ya'ni o'zagi bor va uning atrofida aylanadigan elektronlardan tarkib topgan. Hamma atom bir xil tuzilgan. Hammasining o'zagi, yadrosi bor va uning atrofida aylanadigan elektronlar mavjud. Rezerfordning tajribalari shuni isbotladiki, yadroning o'zi ham yana boshqa zarrachalardan tarkib topgan. Atomlarning bir-biridan farqini tushunish uchun kelinglar atomning tuzilishiga yanada chuqurlashamiz. Atomning yuragi musbat zaryadlangan protonlardan va uning atrofida aylanadigan manfiy zaryadlangan elektronlardan tarkib topgan. Atomdan atomga yadro tarkibidagi protonlar soni va yadro atrofida aylanadigan elektronlar soni bilan bir-biridan farq qiladi. Har bitta atomda protonlar va elektronlar soni bir xil. Keyinchalik atomlarning massasi hisob-kitobga to'g'ri kelmaganligi uchun yadrodagi yangi zarrachalar kashf qilinadi. Neytronlar. Ularning hech qanday zaryadlari yo'q. Ular neytral, o'sha uchun ham neytron deb ataladi. Misol keltiramiz. Masalan, H2O molekulasi bitta kislorod, oksigen va ikkita vodorod, gidrogen atomlardan tarkib topgan. Kislorod atomining yadrosida 8 ta proton va uning atrofida to'xtamasdan 8 ta elektron aylanib turadi. Vodorodning atomi esa faqat bitta protondan iborat va uning atrofida aylanadigan bitta elektrondan tarkib topgan. Aynan shu uchun ham gazlar yengil bo'lishadi va ular uchib yuradi. Og'irroq gazlar esa yerga cho'kadi. Atom atrofida aylanib yurgan elektronlar esa aynan elektrik energiya o'zagini tashkillashtiradi. Elektr energiyasi haqida tez kunlarda biz video chiqaramiz. Obuna bo'lishni unutmang. YouTube akamni rozi qilaylik. YouTube akani nima rozi qiladi? Obuna bo'ling, like bosing, kommentariy yozing va boshqa kommentariyalarga javob bering. Rahmat. Xohlasangizlar qo'shilsa, xohlasangizlar shart emas. Xohlasangizlar o'rtasiga tiqinglar. O'rtasiga tiqqan yaxshi, ko'pchilik oxirgacha bormaydi.